kaldi bo'ylashgan. O'qishga birinchi borganimda koreys dugonalarim, ular endi mana maktabni bitirib universitetga kirgan yosh qizlar, ko'p dinlar haqida xabardor emas va meni kaldi bo'ylashgan. Bizga mashqlar, yuzga har xil o'qotlar qilinayotganda ro'mol xalaqit bergan va yechishga majbur bo'lganman. Chunki hammasi qizlar yechganimda ular meni qalin, yaltiragan, ukladka qilingan sochimni ko'rib hayratga tushgan. Keyin bir o'rtog'im kelib aytgan, biz guruhdoshlarimiz bilan seni kaldi bo'ylaganmiz. Sochlaring juda ham qalin ekan. Bu koreyslarning michtasi, ya'ni koreyslar qalin sochlarga juda ham havas qiladi, chunki ularda sochlari silliq va siriya bo'lgani uchun hattoki normal jingalak qilish olmaydi. Sochlarim meniki pishni, ухоженный bo'lganda juda ham hayron qolib, hattoki koreyslarning o'zlari sochimga qanaqa o'qotlar qilishimni so'rashgan. Endi sizlarga ham sochimga qiladigan o'qotlarimni bo'lishmoqchiman. Bu yerda Dr. For Hair meni eng sevimli shampunim, уже 2-3 yildan beri faqat shundan foydalanaman. Bu ham shuni brendidan, faqat boshqa partiyasi bu lechebniy. Bu sochda to'kilishini to'xtatadi, qayzg'oq bo'lishini oldini oladi, sochinglarda ham namlaydi, qurishini oldini oladi. Juda ham zo'r shampun. Hidi shunaqa zo'r, qizlar sochni yaltiratadi. Keyin Haydasondan shampun, buni ham ishlatyapman yaqindan beri. Shunaqa yoqdi sochimga, bu ham davolaydi, bosh terisini tiklaydi. Rosa ham yaxshi, sochlarni gullab ketishini ham oldini oladi. Va yana Dr. For Hair brendidan shunaqa sprey. Buni sochimni Dysonda ukladka qilishdan oldin sepib olaman. Shunaqa yumshoq yaltiroq qilib qo'yadi va tarash ham juda ham oson bo'ladi. Yanimda sochimni ildizlariga sepib masaj qilaman. Bu sochda to'kilishini oldini oladi, yangi tolalar chiqaradi, yana ham qalinlashtiradi sochni. Ro'mol o'rab yurganim uchun ko'proq mana peshona qismimni qattiq tortganimga peshonamda sal to'kilishlar bo'lib qoladi. Lekin orqa taraf sochim juda ham ko'p qizlar va buni peshona qismimga asosan suraman, masaj qilaman, shunaqa qizdiradi, yangi tolalar chiqaradi. Ayollarda sochlari juda ham go'zal qilib turadi. Agar siz ham sochlaringiz uchun har xil parvarish vositalari kerak bo'lsa, albatta Lily Korean Cosmetics magazinlarimizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Koreyadan eng sifatli mahsulotlarni magazinlarimizga o'zim jo'nataman. Hammanglarni kutib qolamiz.